burunqi zamonda bu yerga yaqinmi emas, yiroqmi emas bir yurtda bir azim daryo bo'lgan ekan. Daryoga yaqin joyda bir beliqchi buvoy yashaydi ekan. Uning ikki o'g'li bo'lib, ularning onasi burunli o'lib ketgan ekan. Buvoy bo'lsa daryodan tutgan beliqning yerimini bozorda setib, uyga un, yog', ko'ktatlarni setib oladi ekan. Qolgan yerimini uyga opirib, bolalari bilan pishirib yeydi ekan. Aylar, yillar o'tibdi. Bir kuni buvoy tuyuqsizla og'rib qopdi. Buvoy ikki o'g'lini chaqirtib, ularga vasiyat qildi. O'g'lim, sen ukang obdan qara. Unaga ham ona, ham dodi bo'l. Sen akangning gapini angla. Ko'p o'tmay, buvoy yo'riq dunyo bilan xo'shlashibdi. O'g'illar yig'lab qaqshab yurib, dadasini yerlikka qo'yib bo'lgandan keyin daryoga beliq tutqilib beribdi. Lekin shuncha tirishibmi, aralib bir talla beliq tuta olibdi. Balalar uyga qaytib, bu beliqni pishirib yeyishga o'ltiribdi. Aksi beliqning beshini kesib olib, o'ziga qoldirib, qolgan qismini inisiga beribdi. Kunlar shu tariqada o'tibdi. Bir kuni ukisining qo'sig'iga jin kiribdi. Oqqam nemishqa beliqning beshini o'zi yeydigandi. Buningda cho'qim bir gap bor. Xap, men cho'qim uni yo'qitib, beliqning beshini o'zim yeyman. Atsi ular odati bo'yicha daryoga beliq tutqili chiqibdi. Ular burunqideklar bir talla beliq tuta olibdi. Aksi narsalarni yig'ishtirib uyga qaytishga tamshilganida Aka, o yerga qarag'ina, ajoyib bir beliq ko'rinyapti. Aksi shu tarafga qaragan ekan. Aksini urib daryoga tushiribdi. Shuning bilan u tutgan beliqni uyga opirib pishirib, oldi bilan beshini yeb beqib, uning nihoyat ta'msiz ekanligini his qildi. Ham o'zining xatolashganligini bilib, urib yig'labdi. Aksining yaxshiliklarni o'ylab, har qancha pushaymon qismi o'rniga kelmabdi. Shuningdan boshlab
u kishilarga aralashmay o'zini jinoyatchidek his qilib, oxiri vijdon azobida hayotini oxirlashtiribdi. Ogo!